ortakladım ağır vaziyet, dım kıyın. Şimdi bu vaziyete kamerana keng biri. Yine sap şene geldi tutan ortakla iman karanlığa. Şimdi bu sap şene okunmadan bu iman karanlığına. Yine hürmetli mes. Hürmetli devas kötüne. Merhuma ne olarak bir de merhumun tapamız bunu. Hürmetli merhum Metmuratov Recep Pay. Sizning meşi çıkıntıdan bo'lgan qarzdorligingiz 259.680 so'm. Ushbu qarzdorlikni 5 ish kuni ichida to'lashingiz so'raladi. Aks holda PF5 sonli farmonga muvofiq elektr energiyasidan ajra olasiz. O'rtaga uni tushundik, bildik. Endi buni necha vana beramiz, ochilib bilish kerak. Hurmatli odamı, merhum adama cep veremiz bunu. Qaysi imom partileri, qaysi bir yo'llari bor. Shuni mesletmeyin de dum nemislar ama вообще qiyin bo'lib turibdi. O'zi boku, buning qaranda o'zi onda suyet yo'q-ku. U suyet bilan ko'rgazib bo'lmaydi, merhum odam suyet bilan ko'rgazib bo'lama. Boshqa shekil biraz kerak bera. Oshini so'raymiz. Bilganimizmi yo bilinmay ish qilibdan. Hakikaten bu vakillik arenine geçiyor adam bence suyet bilen korkuyor.